Assalomu alaykum, salomatlik akamizga xush kelibsiz. Sizlarni doktor Azizbek. Bugungi videomiz gepatit C haqida bo'ladi. Ko'pchilik juda ham tushkunlikka tushib qoladi iyinning o'zida gepatit C aniqlansa. Ko'pincha gepatit C qachon aniqlanadi? Qachonki homiladorlikda gepatit C ga IFA analizi tekshirtirilganda. Gepatit C to'liq tuzaladi degan savolga har javob beraman. Buni ushbu videoda isbotlab beramiz. Gepatit C virusi tekshiruv usullari IFA va PCR usullari bor. IFA analizida agar sizda gepatit C aniqlanadigan bo'lsa, bizda umumiy tekshiriladi. Immunoglobulin M va immunoglobulin G alohida ko'rilmaydi. Homiladorlarda IFA analizi tekshirildi va IFA da gepatit C tasdiqlandi, ya'ni pozitiv rezultat beradi. Nima qilishimiz kerak? Bu panikaga tushishga asos bo'la olmaydi, chunki sizda tug'ma immunitet ham bo'lishi mumkin. Ba'zi bir insonlarda gepatit C ga nisbatan tug'ma immunitet, ya'ni immunoglobulin G bo'ladi, lekin immunoglobulin N emas. Immunoglobulin N qachon paydo bo'ladi? Qachonki kasallik o'tkir davrda bo'lsa va inson organizmida kasallik faol holatda ketayotgan bo'lsa, immunoglobulin N paydo bo'ladi. Endi aniqlik kirgizib bo'lish uchun sizda haqiqatda rostdan ham virusli gepatit bor yoki yo'qligini bilish uchun birinchi navbatda biz PCR tekshiruvidan o'tkazishimiz kerak. PCR kачественный analiz. PCR kачественный analiz nima degani? Qoningizda virusli sifati bor yo'q, shuni aniq bilib olish uchun PCR analiz tekshirtirasiz. PCR kачественный analiz 3 kun ichida chiqadi va sizga aniq ma'lumot beradi. Rostdan ham gepatit C bilan og'riyapsizmi yoki yo'qmi degan savolga javob olasiz. Endi sizda gepatit C PCR kачественный tasdiqlansa, nima qilish kerak? Organizmingizda qanday o'zgarishlar ketishi mumkin? Birinchi navbatda gepatit C virusi jigar hujayrasiga, jigar to'qimalariga, gepatositlarga ta'sir qiladi. Gepatositlarda o'zgarish bo'lgandan keyin biz jigarni o'zi tekshiruvda ko'radigan bo'lsak, jigar kattalashgan, qotgan yoki jigarda o'ziga xos gepatitga xos bo'lgan strukturaviy o'zgarishlar ko'rinishi mumkin. Jigarga qo'shimcha ravishda taloqni, o'tqopini tekshirishimiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari qonning umumiy va biokimiya analizlarini ko'rishimiz kerak. Qonni biokimiya analizlari, ALT, AST, bilirubin umumiy analizga keladigan bo'lsak, gemoglobin, trombositlar va umumiy oqsil kiradi. Gemoglobin va trombositlar juda ham katta ahamiyatga ega. Agarda jigarda jiddiyroq o'zgarish ketayotgan bo'lsa, gemopoyez jarayoni buziladi va trombositlar soni pastlab ketadi. Nijniy granitsa, ya'ni pastki o'lchov 180 bo'ladigan bo'lsa, bundan ham pasayib ketishi o'sha jigarda jiddiy o'zgarishlar kechayotganini yoki jigarda o'tkir holatda yallig'lanish ketayotganini ko'rsatib beradi. ALT oshishi ham jigar to'qimalarini, gepatositlarni zararlanayotganidan davolab beradi. Gepatit C ni o'ziga xos zo'r xususiyati shundaki, virus RNKsi, ya'ni RNK saqlovchi virus hisoblanadi. Qonda yuradi. Ya'ni jigarga gepatit B ga o'xshab o'zini DNKsini kirgizib olib, hatto viruslarni ishlab chiqaradigan o'zini DNKsini biriktirib olmaydi. Ya'ni biz virus RNKsini yo'qotsak, qondan gepatit C to'liq tuzalib ketadi. To'liq tuzalganini bilishimiz uchun bitta PCR kачественный faktor analiz tekshiramiz xolos. Bo'ldi, muammosi yo'q. Virusga qarshi dorining o'ziga yarasha turlari bor va gepatit virusning ham o'ziga yarasha genotiplari bor. Ya'ni 6 ta genotip hozirda ma'lum. O'zbekistonda eng ko'p tarqalgan gepatit C ni 1 va 3 genotiplari ko'p tarqalgan va shunga qarab O'zbekistonga Misrdan kelayotgan dorilar asosan 1 va 3 genotipga ta'sir qiladi. Agarda bemorlarda 5 yoki 6 genotip uchraydigan bo'lsa, ularga sal qimmatroq boshqa dorilarni tavsiya qilinadi. Davolash jarayoni qanday kechadi? Birinchi navbatda biz bemorlarni ham protevirusni, ham gepatoprotektorni davolashimiz kerak. Ya'ni ham virusga qarshi, ham jigar gepatositlarini tiklash va umumiy holatni yaxshilash uchun ularga gepatoprotektor dori vositalarini berib boramiz. Davolash jarayoni qanday kechadi? Davolash jarayoni virusga qarshi asosiy virus preparatlarini ishlatiladi, ya'ni safosbuvir daklotosfer yoki safosbuvir velipatosfer. Ushbu dorilar ovqatdan 1 soat oldin yoki 1 soat keyin bitta vaqtda 3 oy davomida ichish kerak bo'ladi. Har bitta pachkada 28 tadan dori bo'ladi va umumiy ichganimizda 86 kunga to'g'ri keladi. 86 kun davomida virusga qarshi dorini bemor ichadi va umumiy holati yaxshilanadi. Ya'ni virusdan to'liq qutuladi. Virusga qarshi dorini ichish jarayonida bemor rioya qiladigan ba'zi qoidalar bor.
ya'ni virusga qarshi dorilar ichilganda обязательно jigarni himoya qilish uchun gepatoprotektor dorilar, geptural bo'lishi mumkin, kalsiy yoki ursasan shu dorilarni birgalikda ichib borish kerak bo'ladi. Keyingi ahamiyat beradigan narsamiz ko'pchilik parhezga kirib ketib qoladi, lekin virusga qarshi davolanish jarayonida inson immuniteti yuqori bo'lishi kerak. Shuning uchun parhezni tavsiya qilmaymiz. Parhez bu aslida jigarga yordam berish maqsadida bo'ladi, lekin bu immunitetga o'ziga yarasha ta'sir qiladi. Inson oz-ozdan tez-tez to'g'ri ovqatlanadigan bo'lsa, uni jigariga hech qanaqa nagruzka yuklamalar kelmaydi. Tuzalganimizdan keyin ifada tekshirtirsak, gepatit C pozitivini berishi mumkin. Lekin PCR kalsiyni analiz qiladigan bo'lsak, analiz to'g'ri chiqadi. Bunga sabab nima? Inson organizmida har qanaqa infeksiya tushgandan keyin bizning organizmimiz birinchi ravishda immunoglobulinlar ishlab chiqariladi. Immunoglobulin M bu kasallikning o'tkir fazasida, ya'ni siz organizmingizda yallig'lanish faol holatda ketayotganda immunoglobulin M paydo bo'ladi. Immunoglobulin M kasallikni yengi bo'lgandan keyin sekin-asta immunoglobulin G ga aylanadi. Immunoglobulin G bu o'zida xotirani saqlab qoluvchi antitanalar. Bu organizmda kasallik o'sha o'tib bo'ldi, bizda lekin himoya bor degani. Ya'ni siz organizmingizga yana gepatit C virusi keladigan bo'lsa, qalqon sifatida immunoglobulin G organizmingizga kirgizmaydi shu virus. Bu narsani borligi yaxshi. Ifada sizda chiqishi hech qanaqa strashniy yoki vahimali narsa emas. Ya'ni organizmingiz kasallik o'tkazganligi sababli immunitet xotirasida shu kasallikka nisbatan antitanalar immunitet qoldi degan bo'ldi. Dorini ichishi ko'pincha 18 yoshdan tepalarga tavsiya qilinadi va homiladorlarga tavsiya qilinmaydi. Lekin исключение qilish mumkin agarda bemorda jigarda jiddiy o'zgarishlar ketayotgan bo'lsa yoki bemorda qo'shimcha qanday bir kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, masalan, yosh bolalarda spid kasalligi uchrashi mumkin yoki yosh bolalarda leykemiya kasalligi, oqqon kasalligi ham uchrashi mumkin. Bularda kasalligimiz tezroq organizmdan chiqarib olishimiz uchun bemor 18 yoshga to'lishini kutmasdan ham virusga qarshi dorilar berishimiz mumkin. O'zim praktikamda ko'rdim, shu 3 yoshli bolaga protivirus dori berildi, effekt yaxshi bo'ldi. Yani bola kimyoterapiya olayotgan bo'lgan, uning immun tizimi sal sustroq bo'lgani uchun jigarni himoyalash uchun biz dorini berdik. Bolani 18 ga kirishini, to'lishini kutganimiz yo'q. Agar kutganimizda bolaning jigari sirrozga o'tib ketib qoladi. Endi homiladorlarga nima sababdan qat'iyan taqiqlanadi virusga qarshi dori? Homiladorlikda bolani rivojlanish jarayoniga ta'sir qilgani uchun, uni suyak va to'g'ay to'qimalarni paydo bo'lishiga ta'sir qilgani uchun homilador ayollarga protivirus dori berilmaydi, ya'ni virusga qarshi dori berilmaydi. Ular homiladorlikni yakunlagandan keyin, o'sha bola sutdan chiqqandan keyin shunchaki protivirus dori ichib davolab oladi. Homiladorlik paytida platsenta, ya'ni yo'ldoshni baryerni funksiyasi bor. Yo'ldosh o'zidan tanlab o'tkazadi. Oziqaviy moddalarni va ba'zi bir viruslar yoki bakteriyalar yana yo'ldoshdan o'ta olishi mumkin. Lekin gepatit viruslar emas. Shuning uchun gepatit bo'lgan ayollar sog'lom farzand dunyoga kelish ehtimoli bor, katta. Kamdan-kam holatlardagina homilaga tug'ruq paytida yuqtirib qo'yishi mumkin. Gepatit B yoki C virusini, lekin prямо tak o'sha homiladorlik paytida, rivojlanish paytida bolaga kasallik yuqib qolmaydi. Tug'ilgan bolada immunoglobulin G onadan o'tgan bo'ladi. Shuning uchun ifada tekshirilganda bolada gepatit C yoki gepatit B aniqlanishi mumkin. Bu strashniy emas. Agar shunaqa bolalar PCR ko'radigan bo'lsa, ular PCR analizlari toza va yaxshi chiqadi. Ular просто onalaridan antitanalar olishdi. Ya'ni inson rivojlanish paytida onasidan platsenta orqali, ya'ni yo'ldosh orqali antitanalar oladi. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Savollar bo'lsa kommentariyada yozamiz va gruppamizga albatta qo'shilamiz. Katta rahmat, sog' bo'ling.